Ne maşin sattın la? CR-V. Kaçıncı la? 21-ninki. Kaç pulga? 135 ming ağa. Maylık mı kondon mu? Kundong. Kaçıncı la? 21'ninkini 130 ming to'ga. Ma qarranlikdan shunda ma. Ha, maşinanınki bir bahasından ben narazı olib qolishim yo'qmi? Yo'q. Razi yo'q, avval yo'q. Maşinanın sübtidan bir razımı? Razi. Maşinanın umumiy ahvolida xabardor bo'ldingizmi? Tashkiltmaymizmi? Tekshirtlar. Tashkiltimizmi? Unda hozir rahat tashkiltab mashinani. O'zim dedim, o'tmasdan O'tmay qasd pulni osh birodar to'laydi. Bir bak may sovuq qilmizmi ya? Ha, danga ha. Ma bir bak may sovuq qilmasam meni izdanjima. Hatto chidamas qilsak bo'lmaymi degan gapimizni tushuntiramiz. Bulamda rahmat bizning bozorni tanlab kelibsizlar. Abi bozorning muhit qanaroq ekan? Muhitni aytmadingki. Ha, ma mashinchilarimizning mulozimatichi. Mulozimat bilan. Qapsamaganda demoqda. Bo'ldi, rahmat bo'ldi. Qo'qasa, go'xoniga bir chiqamisa. Abayla qil. Minko ketib go'xo qilpasargan ham mashina Mumbayda yana qatla emas, qatla. Minko degan gap bir bo'g'it 15 ga ishlaydigan gap aka. Chiqbol. Minko ham chiqbol ostida emas, hamda men so'rdim, mishbolda maga yervamiş, ishkelar shu kesibdim. Ham Minko so'rda shu kesibdim, nantib yayda. Minko qaslar go'xoni gitmen chiqamizlar. Go'xoni gitmen chiqasizlar, minko qatmisa. Bu shirkatning nomidan bu. Yo'q, shaxsiy nomda. Bejga ketami go'xosiga? Bezga ketdi. Ya, bayan deganda 20 ming ko'd o'lishib, go'xo aka. 20 ming ko'd o'lishib, go'xo deb bo'lsa bo'lsa. Keldoqa. Qo'ng'ishoq aka. Keldiqman. Keldiqlar bo'ldi 500. Ben şu Taşıyorsan olmaz da. bunlar gapimden şu Bursa aldığında Ya mandaq, ma gapni anla. Mening gapimni ma'lum yeydi shunda, amma 113 ming ko'p puldan 24 3 oyning shalla mashinasi 113 ming ko'p puldan hozir. Keyingi yine 106.500 ko'p degan pulga ketib qoldik. Endi sizlarmi 500 ko'p pul deganni mayni qo'ysang yo'q pul. Mushunlar yandirgan ekanman. Endi sizlarmi 500 ko'p pul. Nim qilmasa go'xun qilpasin. Qanday? Keldikmi? Boşak. Vallahi. Ma qo'lsin. Doktor. Mana bir ziyorat qildi. Qanday mashinanki ma yangiligiga, sifatiga rozi bo'ldingizmi? Razı oldum. Bazarimizningki mulozimat, muhit majatida rozi bo'ldingizmi? Razı oldum. Endi qag'ini endi bu 24 3-oyning mashinasi yo'q. Bu balla yaxshi mal sotadigan balla Dilshatjon, qani Dilshatjon? Dilshatjon, Dilmuratjonning mashinasi. Obdan mashina sotadi ballamapti 7-8 ta mashina sotadi. Asosiy yangi mashina tutdi. Ko'ngildi gumon bo'lib qolsa tez ko'rsak bo'ladi mana. Agar chanda mushballiq ishlansa, bizga ishlansa, haydab ketaversa bo'ldi. Qanday? Bo'lamda? Bo'ldi. Rahmat bizning bozorni bir qo'llab keltiriblar. Ha, deyman. Maqad Dilmuratjon. Ma qayg'ingni shamol o'tib tursin. Rahmat hammalarga. Dream pocha satdingmi? Bizning pitda deb vaqirasa. Bishtol mashina satsangiz xotnaganda gapni chiqib. Servini sattım ben. Qaysi servini? Etikette. Ha, ma mashinani satdingmi? Sattım ben. Qani egisi? İkisi bana. Qandayroq yaxshimi? İkisi bana. Kelinglar bir ko'rishib oldik. Qancha qoldingiz? 74 ming. Qanchinchi yil? 2017 ming. 2017 ya. Madamning mulozimatidan bir rozi bo'ldingizmi ya? Yolg'onchi qilib aldab go'llab ha? Ya. Bir bak maca alıp biraz vermese. Bay diştok özümüz. Diştonu mu? Ya bizim ma bazanın mülazimatidan, muhitidan, maşinchilarimizning mulozimatidan bir narozi qilgan yapamı yok mu? Yok. Qandayroq bir baza qilibdi ma va? Belen bazavlapta parker pazarda. Rahmat bir qo'llab berganingizga bir do'st birodarligiga bir alog'in tuqqanlik bir ta'sir qilyapsizmi? Haqiqatdan. Chiqtal satding bugun. Ha, yomon nima ekansiz? Xo'p, kelishdingizmi mashinada? Qancha pul berdingiz tuqqanligiga? 51 ming. Qancha yil oldi? 2017 6. ayning. 2017 6 ayning 51 ming. Qanday bir ko'rishib oldi, taqatchilikmi? Ha, tokmay aralash. Ha, mashinani siz oldingiz. Siz oldingiz. Baho sizning bir qimmat olib qolgandekmi? Binacha normal keldi deb. Ha, bir ko'nglimdek oldim dedim o'shundami? Ma bizning bozorimizning muhiti, mashinchilarning mulozimati, mashinalarimizning sifat jihatdan bir norozi bo'lib qolgan, bir ko'nglingiz kelib qolgan yapam yo'qmi? Yo'q, bunda ish yo'q. Adasdan tishib balolar. Ha, meni bir nereden paydo bo'lib qolgan? Sizlar to'g'ri tishib qilmadi. Bizning bozor mana shundoq xushal quram kelib, xushal quram mashina ketgan o'rin. Nurg'un do'stlar bizning bozorimiz kelib mashina olib ketib bordi. Rahmat bir qo'llag'anlarga tag'a bir rahmat. Bir mashinamma qasa emas, bir avaylab haydab bir qatnashqasiz ra'y qilib
Mush mashinani bir turmushing texnik bir xishal qurib, baxtli ko'p ketkisi. Hada, urug' tuqqan do'st birodar juftligiga bir tavsiya qilib qo'yasizlar. Nereden attık desem Janub Şinjan mashina vaziri, Megano vaziri tutibchilar. Bak rahmat aka. Bak. Yakandan keldingmi mi? Uzluğa yak keldimi? He. Men rahmatjon demiş, bermaysiz Yok, o'zi. bermem, Qancha pul bermem. deding lan? Bular 46 pulda. Ha, sizcha? Ben 47 deb turdim. Ben de 46 yerim tushpadim. Ha, sizlar 46 dedinglar. Ma birodar 46 yerim deydi. Tushpadim. Unda olsa menda qiling. Egilan qo'lni. Ha, 500 kun ko'taring. Ha, ko'taring. Kimga qilganda? Ha, urma qo'lni. Aka rasmikan. Ha, mushulning kelib yakandan kelgan uchun. Ko'zanlama. Siltirib bo'ladi. Qancha yilning mashinasi? 20 2020'ninki KX1 40 qancha bo'ldi? 46 ming. Bahodim be norozi bo'lib qolgan, bozorning muhitidan norozi bo'lib qolgan, men mashinchidan norozi bo'lib qolgan ishlar bormi yo'qmi? Yo'q. Mashinaningki suftiga qolgan Nurahmatjon. Tashkil turing. Mushballi tashkil. Sifat jihat qanday mashin chiqsa mashina qoladi mana egisi mana. Egisi biz. Ulamda unda shunda bo'lsa hamsa abi siz xafa bo'lib qolmagansiz? Oldigan 500 ko'p foydamda. Siltirib to'lab qilamo debdi. Avval kelganning yog'izi. Endi kim bilsin odamni qandaligini desam, endi bildim hali. Rahmat. Undan men qaytaveray vallah. Maqla. Ömerjov ku mashina sotdingizmi? Qanday yaxshimi? Nereden kelib xaridalar? Akimiz Aqsu Avatdan kelib. Aqsu Avatdan bizni cho'ng bilib kelibsiz hemşege. Ataydan kelgan tushlik nima qilib berdingiz? Ataydan kelgan tushliq ekan mashinang go'xosini haqsiz qilib berdim aka. Shirkat nomidagi mashina. Bir bakmayın hozir jalab birman. Jalab birsiz. Bayram demay mashinang go'xosini hozir qilib tugatdik aka. Bajinka stok bajmendim bo'ldi, go'xo mendim bo'ldi, may mendim bo'ldi. Mashina qancha yildan? Mashina 2013 9-oyning mashinasi ekan. Qancha bo'ldi? 22 ming pulga hammani qilib berganga berdim aka. Avtomatik xodimlarmi? Ha, qanday mashinaning suftidan, ballonning mulozimatidan, bizning bozordan bir razı oldingizmi? Sen bakıyorsun bu alanda. Şu an işinde mi atam şeker vermez mi? Ha, rahmat. Avat asıl bekçe olmasın. Avatninki yezitimi, açdimi? Hazır öylesi avat bazarçıdan. Ha, rahmat biz ijro ko'may bizni kelib bir mashina olib ketganingizga. Mana bizning o'xshash bizning xaridorlarimiz Shinjongning har joylaridan keldi. Ha, mava bizning mashina asrash o'rni emas, mana mashinani asrab bir qatim jon almashtirib olmoqchi. Sizga rahmat qo'llab berganingizga. Rahmat.